Assalomu alaykum aziz Milliy Show obunachilarimiz, kanalimizga xush kelibsiz. Final haqidagi ma'lumot oxirigacha tomosha qilamiz. O'yinimizda bilasiz, Hyundai Elantra asosiy sovg'amizdan biri. Keyingi avtomobilimiz Gentra, Cobalt, Nexia 3 hamda Spark mashinasi 5 dona chiroyli super toychoqlar sizni kutmoqda. Hozir ayni vaqtda 7 donagina biletimiz qolgan. Xudo xolasa hozir o'zida tugatib, finalni bosib olamiz. Sababi Milliy Show arzon narxda bo'lgandan keyin juda ham tez tugab qolyapti. Bilet olmoqchi bo'lsangiz, hozirning o'zida mana bu ekrandagi nomerga yozing, 7962 360 2000 ga Telegramdan yozing. Va yana bir narsani ta'kidlab o'taman. Hozir biletlar tugashi bilan bu videoni o'chirib tashlayman. Agar siz bu videoni ko'ryapsizmi, sirazu mana shu nomerga Telegramdan yozing, ulgurganingiz shu finalga. Omadli bo'lsin. Va yana bir narsani ta'kidlab o'taman. Biletlar tugagandan keyin biz biletlarni ro'yxatini chiqaramiz. O'zingizni biletingizni tekshirib oling va xudo xolasa 1 soat 2 soatdan keyin biletlar chiqqandan keyin 1 soat 2 soat o'tib finalni boshlab yuboramiz. Shunday ekan, hozirning o'zida o'tkazmani amalga oshiring. 150 ming so'mga 1100 rublga 7000 tanga evaziga 5 dona mana shu toychoqlardan biri sizga ham nasib qilishi mumkin. Yaxshi niyat qiling, yaratuvchimiz omadingizni bersin. Bilet olgan bo'lsangiz, agarda sizga biletlaringiz borgan bo'lsa, chestni bo'lsa, kommentda fikringizni yozing. Sababi hozir bizning yangi podpischilarimiz ham kirib kelishadi va ular ham ko'rib, o'yinlarimiz ishonchliligini his qilib, biletlardan xarid qilishsin. Hozir o'zida tugatib tashlaymiz keyin. Omadli bo'lsin, avtomobillar nasib qilsin. Abdushu yuraydasiz. Hammangizni yaxshi ko'ramiz.